Operatsiya deyishgan tomografiyaga tushganimda. Sochni tolasdek bo'lgan payda to'g'risi ishonmadim terib qo'yishiga. Shuning uchun operatsiya qilgizmadim. Lekin o'sha operatsiya qilgizmaganimdan xursandman. Bir ikkita operatsiya qilgizganlarni eshitdim, o'zi yurolmayapti ekanda hozir. Zinaga oyog'imni bunday qilib qo'yib chiqolmasdimda. Endi yurolmaymanmi? Bolalarimni huzurini ko'rish payti keldi-da, endi biz ham rosa qiyinchilikdan chiqqanmiz. Shunaqa qiynaldimda. Mahallada biron narsa bo'lsa o'zimcha bora olmay qoldim. Ballalarim olib borsa boraman, bo'lmasa bora olmayman, ular yo'q bo'lsa. U doktorda qo'ygan tashxisi menga yoqmaganligi uchun bu yoqqa keldim. Bekzodjon Akbarov bu kishini menga qo'ygan tashxislari juda ma'qul tushdi. Hozir yaxshiman, ancha kecha 2 kun ichida ancha o'zimda o'zgarish sezdimda. Zo'r yurib ketaman shekilli o'tiribman hozir. Ishondim tuzalishimga. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Men Jo'rayeva Lolaxon Qo'qon shahridan keldim. Shu doktorxonani yaxshi deyishdi. Bekzodjon Akbarov yangi ochibdilar. Ko'pchilik shifo topganligi uchun, lekin ko'p doktorlarga uchrab, u doktorda qo'ygan tashxisi menga yoqmaganligi uchun bu yoqqa keldim. Bu kishini menga qo'ygan tashxislari juda ma'qul tushdi. Shuning uchun chekka davolanishga yotdim. Oyoq og'riq, grija, bo'yimda grija, shunaqa shikoyatlar bilan yotdim. Hozir bugun 2-chi kun. Lekin o'zimni kechqurun yaxshi uxladim. Yaxshi his qilyapman. Oyog'im qayrilib ketgan. Oyog'im qayrilib ketdi, shunda payi titilib ketdi deyishdi. Aradan bir 4 oy, 5 oy vaqt o'tdi. Shuning ichida ancha yura olmay qoldim-da. Endi keyin kecha keldim bu yerga. Doktor yaxshi nima qilib, unaqa tasmalar qilib, pastelni rejim ularda buyurishdi. Hozir yaxshiman, ancha kecha 2 kun ichida ancha o'zimda o'zgarish sezdimda. 1 oy bo'ldi. Shunday o'tirib, undan turaman deganimda mana shu oyog'im, chap oyog'im shu yonboshga tushib ketgan. Shundan keyin shunaqangi bo'lib qolganman. Siz ham yursam qirs qilar edi. Yana bitta joyda yotdim. Endi uni aytishdi, nimasi yo'q, foydasi yo'q, lekin bitta singlim yotuvdi, tavsiya qiluvdi. Haqiqatda doktorda tashxisini o'zi kasalni o'zi ham bilib qolar ekanda. Masalan, haqiqatda tanamdagi og'riqni, nima bo'layotganini deb gapirib bersa, siz deb doktorga ishonchingiz ortar ekan. Keyin o'sha yerda yotishga nima qilasizda, xohlaysiz o'sha yerda. Doktor birinchidan muomalasi yaxshi ekan. Kulib kutib olishdi. Keyin nima bo'lyapti deyishdi. Shunaqa chiroyli gapirishdi. Birinchi o'rinda muomala. Kasalni muomala davolaydi deydi-yu. Uzilib ketibdi desam, shunaqa deyishdi desam, ko'rib yo'q, apa, uzilmagan, pay titilgan. Agar uzilsa, siz umuman yura olmay qolardingiz. Pay titilgan. O'rniga qo'ysak bo'ladi. Operatsiya deyishgan tomografiyaga tushganimda. Sochni tolasdek bo'lgan payda to'g'risi ishonmadim terib qo'yishiga. Shuning uchun operatsiya qilgizmadim. Lekin o'sha operatsiya qilgizmaganimdan xursandman. Bir ikkita operatsiya qilgizganlarni eshitdim, o'zi yurolmayapti ekanda hozir. O'shaning uchun men xohlamadim qilgizishni. O'ta og'riq kuchli edi. Singlim, o'g'lim yetalab olib kirishgan. Zinaga oyog'imni bunday qilib qo'yib chiqolmasdim-da. Bir kishi zinani panjarasini ushlab chiqardim yoki yonimdagi odamning qo'lini ushlab chiqardim. Oyoqni baravariga bosolmayman tepaga. Endi hozir bugun 2-chi kun deyapman, bemalol kirib chiqyapman-da, zinaga bunday yurayolyapman. O'zi bemorda birinchi o'rinda doktorga ishonch bo'lishi kerak. Agar doktorga ishonmasangiz hech narsa ta'sir qilmaydi. Doktorga ishonish kerak-da. Men o'zim shu fikrim shunaqa. Doktorga ishonmasangiz tuzalmaysiz. Miya buyruq beradi-ku hammaga. 3 kun, 4 kun mashqqa kelishimdan 3 kun, 4 kun oldin umuman singlimni ko'rgani kelganimda umuman yurolmasdim-da, juda qiyin kelgandim. Endi keyin bunda bu holat o'zgargani uchun singlim ham havo aynashdan 2 kun, 3 kun oldin qo'llari shishib ketgan, og'riq kuchli bo'lgan. Lekin kelayotgandan keyin operatsiya yaxshi bo'ldim, keling, davolaning dedi, keyin keldim-da. Yana bitta opam borlar, u kishi ham kelmoqchilar. Yaxshi ekan debdi endi. Endi birinchi o'rinda men doktorda muomalasi yaxshi bo'lishi kerak deb hisoblayman. Medsestralar qolaversa, o'shalar chiroyli ukol qilib, shirin muomala qilsa, keyin tomirga bitta tushar ekan, bizga Yulduzxon degan medsestra qilishyapti. Tomirga bitta tushyapti. Men mana tomirim yaxshi desam, farqi yo'q deyishdi-da. Endi yura olmaymanmi? Endi bolalarimni huzurini ko'rish payti keldi-da, endi biz ham rosa qiyinchilikdan chiqqanmiz. Bolalarim huzurini ko'ra olmaymanmi? Endi shunaqangi biz yurardik-da qo'shnilar bilan. Endi 1000 qadam, 2000 qadam yurish. Shunaqaga yurardim, yura olmay qoldim. Birinchi o'rinda qo'shnilarim bilan qo'shilib chiqa olmay qoldim.
mahallada biron narsa bo'lsa o'zimcha borolmay qoldim, balalarim olib borsa boraman, bo'lmasa borolmayman ular yo'q bo'lsa. Shunaqa qiynaldimda. Mana endi hozir bugun ikkinchi kun bo'lsa zaruratga bemalol o'zim chiqib kelyapman. Og'riq yo'q. Mana unisi ham og'riydi-da. Hozir bunda umuman og'riq yo'q. Ishonsangiz ishonmasangizda, endi bilmayman. Og'riq qog'izadigan qilyapsizlarmi desam, yo'q deyishdi. Biz lecheni qilyapmiz. Og'riq qog'izing hech narsa qilganimiz yo'q deyishdi. Tabletga ham ichganim yo'q. Yo'q. Osmalar bunaqa ukollab olyapman. Endi 3-4 kun bo'lsa, menimcha zo'r yurib ketaman shekilli o'tiribman hozir. Ishonch bilan o'tiribman. Xudo xolasa opamga berdim, yana bitta o'g'limi ayasi bor edi, unga telefon qilib aytdim. U juda qiynaladi Manzur opam. Keling Manzur opa, nihoyatda yaxshi ekan. Yaxshi, haqiqatda yaxshi ekan. U kishi juda qiynalishyapti. Men mana 10 kun borsam, yotsam ko'raychi. Agar sizda o'zgarish yaxshi bo'lsa, men ham borib yotaman deb shuni deyishdi. U kishi juda qiyin. Namanganlarga ham borib yotib kelishganda bo'lmayapti. Oyoqlar o'ta qattiq og'riyapti. Hozir men bemalol borib tavsiya qilaman-da. Faqat aytishyapti, Bekzodjon aytishyaptiki, mana 10 kun bitta lechenni olasiz, uyga borib 20 kun yotasiz. Yana kelib 10 kun lechenni olasiz, keyin Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz deyishdi. Haqiqatda birinchi o'rinda doktorda aytgan qilish kerak. Doktor aytaveradi, qilmasam ham bo'laveradi desa bo'lmaydi. Doktorda aytgan albatta qilish kerak. Doktor bilmasa gapirmaydi-ku. Endi aytyapman, avvalo ishonch, Xudo shifo bersin deb keladi hamma ham. Doktorlar ham Xudo deydi, kasal ham Xudo deydi. Avvalo Alloh shifo bersin hammaga. Hammalarning shigaki davolashlarini hammalarga tavsiya qilaman. Nimagaki jon og'rigan odam, haligi cho'kayotgan odam xasga ham yopishadi-ku, o'shanaqangida. Lekin rosa haqiqatda yaxshi doktor ekan. Birinchidan muomalalari yoqdi menga. Kirib obxod qilishganda ham bemalol hamma. Keyin ko'ringani kelganda, masalan, nechta doktorga borgan bo'lsam, hech qaysi doktor oyog'imni ochib, ko'rib, nima qilishmaganda-da. Bu kishim oyog'imni ochib, bosib ko'rishdi, borligini, nimalarini aytishdi-da. Masalan, ikkita joyda yotdim. Yo'q, bunaqa qilib ko'rmagan, faqat tomografiyani ko'rgan. Tomografiyaga qarab, anaqa qilishgan, tashxis qo'yishgan. Lekin bu kishi oyog'imni ochib ko'rdilar-da. Keyin uyda olaveraman, lechenini shunaqa qilib yotsam bo'laveradi-ku desam, yo'q, ruxsat berishmadi. Doktor nazoratida bo'lishingiz kerak. Ko'ring deb shuni deyishdi. Bitta yaxshi ekanlar. Ishondim tuzalishimga. Xudo xolasa. Bizdaqa bemorlarga chiroyli tillari, shirin so'zlari bilan shifo berishdi. Hammalardan so'rab qolaman. Kelayotgan kasallarga endi muomala chiroyli bo'lsa, shifo ham topasiz. Avvalo muomala deb o'ylayman. Ishonch kerak. Doktorga ishonish kerak. Bekzodjonga ishonaman.